Assalamualaikum hurmatli Muqat Qarshi Motor kanali qatorchilari. Bugungi kun 15 mart 2023 yil biz tushdan keyingi kurslar bilan sizlarni tanishtiramiz. Baringizlar qatnashchilik amonchilik bo'lsin. Kichkina yumushlar bilan sal ko'rsata olmay qoldik. Ham hozir qancha bo'lib qoldi ekan kurslar, tushdan keyin qancha so'm ekan, shuni yerdan ma'lumot olamiz. Bizdan olsay, like bosib kommentariy yozib qo'yinglar. Katta tuqqanlar. Hurmatli tuqqanlar, kechagi kurslar ekan. Kompaniya banka keldi. Kompaniya banka 87 so'm 42 tiyin dollar, 94 so'm 30 tiyin euro, 1 so'm 15,5 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuqqanlar, qarangizlar. Bu yerda rubl shunday ekan, kechagilar ekan. Az boshqa olib qarasa qanday ekan ko'rasiz. Hurmatli tuqqanlar, Kasbiy banka keldi. Kasbiy bankda 87 so'm 42 tiyin dollar, 94 so'm 30 tiyin euro, 11,50 ekan bu yerda rubl. Qarangizlar, hurmatli tuqqanlar. Bu yerda rubl sal arzonroq ekan. Hurmatli tuqqanlar, biz Boqay banka keldik. Boqay bankda 87 so'm 30 tiyin dollar, 94 so'm euro, 1 so'm 15 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuqqanlar, bu yerda rubl sal arzonroq ekan. Qarangizlar. Hurmatli tuqqanlar, hozir biz Ekoslam banka keldik. Ekoslam bankda 87 so'm 30 tiyin dollar, 90 so'm 80 tiyin euro, 1 so'm 15 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuqqanlar, qarangizlar. Hurmatli tuqqanlar, bu valchikda 87 so'm 60 tiyin dollar, 1 so'm 15 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuqqanlar, qozoq tengasi 0,4 tiyin, o'zbekiston 0,75 tiyin. Hurmatli tuqqanlar, qarangizlar. Bank bilan nima valyutalar birdek bo'lib qolibdi. Hurmatli tuqqanlar, qarangizlar. Ikkinchi Admenikaga keldik. Ikkinchi Admenikada 87 so'm 60 tiyin dollar, 1 so'm 14,5 tiyin rubl, qozoq tengasi 13 tiyin va o'zbekiston 0,75 tiyin ekan. Hurmatli tuqqanlar, qarangizlar. Hurmatli tuqqanlar, shunday Muqat Qarshi Motor kanalidan buncha qo'shdi. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Ko'zda tinchlik, omonchilik bo'lsin. Ertangi 16-martda ko'rishamiz. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Soat qancha bo'lar ekan, shunday ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Like bosib, kommentariy yozib, videoga do'stlaringiz bilan bo'lishib qo'yinglar.